O'ldi dedim kelyapti, jishtirkiz. Ol, halokat. Assalomu alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deng. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasang, fo'rlatmasdan yech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelyapti. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyapman. Qayda yuribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Tor gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni takdir edip nam. Delik de, rozildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? Uni yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.